Mobile Legends o'yinchilari, bugun biz sizlar bilan Takeda Nezus va Bakerfly klanlari o'rtasidagi to'qnashuvga guvoh bo'lamiz. Ramzesda agressiya va birinchi kill bo'lishi mumkin va ajoyib Romdan birinchi kill. Jamoalar birinchi cheripaha uchun kurashni olib borishmoqchi. Bu yerda kimning smite knopkasi yaxshi ishlashini aniqlab olamiz. Xo'p, Qumi o'z jamoasi uchun cherepahani olib bermoqda. Ajoyib. Bu yerda Prime Madi Ramzes kustalgan bilmaydi. Ramzesdan ulta. Ammo Prime Madi qochib ketmoqda. Qumidan agressiya, Qumidan minus ko'ramizmi? Yo'q, ammo Takeda quyon rasmini shunchaki chizib ketishmoqda. Kaliyadan nimada ko'ramiz? Kaliyadan ulta, Fashadan ulta. Vo, Ramzes nimalar qilmoqda? Ajin hopa bilan. Voy, batangdan ulta va Xbox minus. Shu paytda Takeda nimalar qilmoqda? Takeda pastda Qumiga nisbatan agressiya qilib, 4-1 kishi bo'lib Qimini minus qilmoqda. Salomgalik deya javob berdi Takeda. Ramzes Costa kimnidir kelishini kutyapti va Kaliya ikki romer o'zaro salomlashdi va Kaliyadan ulta. Ramzesdan ulta, ammo uning sheriklari yordamga yetib kelisha olmaydi. Qumining joni kam va u nima qilmoqda? Orqaroq Qumi badangdan visushka ulta. Ajoyib. Qumi minus. Prime Madi. Madinadan двойной убийство. Ajoyib. Bu yerda eksport yetib keldi, ammo kech. Afsuski eksport ham minus azizlar. Takeda. Hop, jamoaviy fight bu yerda Takedaning qo'li ustun kelmoqda va ular raqib jamoaning ikki a'zosini minus qilishga muvaffaq bo'lishdi. Dastlabki lord uchun jamoaviy kurash. Bu yerda kimning qo'li ustun keladi? Badangdan Minotaurni silab qo'yish bo'ldi, azizlar. Badang nimalar qilmoqchi? Badangning devori Takeda uchun ancha noqulaylik keltirdi. Kaliyadan ulta, badang ulta. Fashadan ulta ko'ramizmi? Mana o'sha ulta. Ajoyib jamoaviy harakat bo'ldi. Takeda easy yopilib ketdi. Prime Madining jamoasi hozircha ajoyib o'yin ko'rsatmoqda. Farmlar nisbati deyarli teng. Yo'q, 2000 farm Takeda ortda ekan. Prime Madining jamoasi erkin va osoyishtalikda lordni o'z tomoniga og'dirib olsa bo'ladi. Bu yerda Prime Madining jamoasi lord orqali nimalardir qilishga harakat qilib ko'radi. Kaliya kimni olib chiqmoqchi bo'ldi? Kaliya minus. Ramzes bitta o'zi qahramonlik ko'rsatmoqchi bo'ldi, ammo afsuski u ham minus. Hozircha yomon emas, romerlar almashinuvini ko'rdingiz. Badang eksportga agressiya qilmoqchi. Badangdan devor, ajoyib devor bo'ldi. Ammo hali hamon eksport trik. Ramzes aylanib kelmoqda. Ramzes qani? Ramzesdan ulta, ajoyib. Boshlandi azizlar. Eksport ulta. Ajoyib. Suyodan двойное убийство. Тройное убийство. Maniya ko'ramizmi? Yo'q azizlar, badang bunga yo'l qo'ymaydi. Takeda nimalar qilmoqda? Farmdan ortda qolib jamoaviy faytda ustunlikni qo'lga kiritdi Takeda.
Takeda iloji boricha 4-1, 5-1 bo'lganligi sababli Tronga o'ynashga harakat qiladi. Meni shaxsan qiziqtirgan narsa, ulgurishadimi Takeda? Yo'q azizlar, Takeda ulgurmaydi. Takeda endilikda Lordga pozitsiya olishga harakat qilsa kerak. Ramzes ularni quchoq ochib kutib oladi. Mana Ramzesdan uldi, ajoyib uldi. Ramzesning kontroli anchagina jamoasiga yordam berdi. Xbox nimalar qilmoqda? Difayni убийство. Kyumi devorga urilib ketdi. Xo'p, 2 ga 5 holatda def qila olishadimi Lordni? Kimmi va Kalya. Takeda bunga yo'l qo'yarmikan? Kimmi. Yo'q azizlar, Takeda bunga yo'l qo'ymadi va batonatli g'alabani qo'lga kiritdi. Tabriklaymiz Takeda.